bacımı çağırın. Ma kasapetler kosuğumda yeni tonguz topu oyunu kıltıdı. Vay müdür doktap muşundak mı katıq müdür amdı deyme. Muş öğürtep kıpçama üç ay bağırımını öğürteyle davatıdı. Benim koş gezek op kapıyan, kaz üç gezek, töt gezek op kağamız beni öldürüp koyandı ki bula. Vay tarihiyat bunda kışnalıgıcıma yer neymiş kısmı eylemez mi? Hadi yanınızda adam yoktu. Ha yok, hep oturuyorum. Oy hadi micazınız yok mu nime? Yardım gerek mi? Oy yok. Bu kasapetlerce çocuk horazdaki boğuşup hiç halimiz koymadı da. Uyey gipiniz qarağanda qo'sh kezakkanda. Uyey. Voy bu oykunungizni to'shib qolganda qilib turamda nimada? Voy to'shib ish ketdi. Ish yargıçay demeydi. Ay yolda bo'lganmiz zerikib. Qorong'udan soqqusin yargıchni oldiribdi. Doktor nim deydi? Voy doktor nim deydi? Voy shu kelsam doktor ishxonasiga hech isbotlamay talog'i chiqibdi. Bir maymoq birdan saqlab o'tirdim. Voy sizning necha oylik bo'ldi? Ha, mağma 5 oylik bo'ldi. Qon tekshirtgandim dağa. Natijasi yarım soatdan keyin chiqdi, saqlang deydi shunga. Sezgingizdan mi chiqib qopsizda? Uy, nadikini, mush sezgimdan faqat chiqib bo'lmayapti qara. Ay, nimaga sezib qo'ygandingiz? Nima? Ha? Uy, benim sezgim depesem zonliq qilsiz bo'l so'rma. Uy, gap berma, ish vaqasi yo'q. Bo'ldilar. Uy, jana, jon, to'p qolmadikmi nima? Biz depesem zonliq qilmoqchimi? Jana. Menchi qara. Voy, jon. Uy, bo'l deb berang qopmanga. Ha, jana. Menchi qara. O'sha erim shopir bo'lg'ashqimki, o'sha mashinadan qo'ldan chiqqan issiq sezib qoldim qara. Voy, men tek nimaga sezib bo'ldiki, debdilar. Men birinchi bolamni tuqqanda nimaga sezib bo'lgan bilamsiz? Nimaga sezib qolgandingiz? Muşça, erimning bedeninden çıkan terge. Vay güzel kızım, sen açtan sezdik ama. Oy hanım, sezdik diyen şundak buldu. Başkımızın sezgimçe okuşup getirdik ya. Her şikimiz bak burnumuzun fıraydıgan nersini sezdik optumuz. Siz ıskak. Ne? Iskak. Onun üstüge şikimizin ayarının kızını mı okuşup getirdik ya? Sizin ayarınızın şoförken de. Vay ya, benim yerim şoförlük yaratmaydı. Bu degençi bir import, export şirketi işleydi. Uy, o şirketin liderken de. Ay ya. Hani seyirtirken de. Ay ya. Benim yerimden hizmeti çok. Bu chet elge export kılan mallarını başını basıdı. Mening erim öz kolunu baskan malla avu Moskva, Peterburg, Almutu, Bishkek, muş Avrupa'nın hem yeriga bardı. Men erimning xizmatidan bek taxirlanaman. Oy, yük basqıcı ammal da ha. Ay, bundaq qilsangiz bek ma'to olinib qoldi-ekan. Ishqilib baqo qarang, bu chet el bilan munosabati bor xizmatdan ha. Hey de, bu erinizin tarihi sizlik boqapsız. Etdiyenin keşke erinizin pıraplı jüremdiniz. Pıraydı. Erim bomuzcu şapkısı bomuz maykısı elip pıraplı jüremdi. Evet, təlmeyi qasqında qıttınız. Vay şunun dede qara. Muş erimizcu təlisken dep, ay lazdıgeni buluşuq selip, ay çıqıp suiqaş etip saqlap turattım dana. Aşı erim işten erip kelgende, küçüğün suiqaşını elip kelip, muş beşini qarap turib işçirip ettim.
O suikkaşını içip bakmış, erimnin bütün bedeninden pırr de ter çıkarttı dene. Muş yağmurda kağa aslandaki bu kalan. Şunun bilen kışığı kelip. Kanmay. Puraydagan bolsam, muş jenim tenimde yayrap giderdi. Oy Xudoyim. Keyin qandaq oldu bilemsiz? Qandaq oldu? Yerimchi faqat ta'limas bo'lib qoldi. Mening tek sezgim chiqib qolmagandi. Oy qandaq qildingiz? Oy Xudoyim. Qandaq qilatdin? Manga talog'i chiqib yugurab talab kirdi, talog' qo'g'lib etdim. Toz birinchi ayning jiring-jiring so'zida. Qarayna? Yo'q. Yana qarayna? Yana yo'q. Uning aş yugurab talab o'r chiqib turgan altmış ko'zlarimga ko'rinib, Ruhlarım kelib chidayamay yig'lab ketibdi, men qarang. Jo'radajim qiynalibsiz. Bir vaqtda bir skiryapti-da. Bezgakda titrab, bu chechiqish kirpiga hamma yerni qirovaqlab ketibdi. Hey, nim bo'ldi? Sen aldı. Chiqog'inim taqibga gaplashib bektalarga. Hey, senin ko'zingda men va bola yo'qkan deb urib tatmalab yuz ko'zni qiyinchim qo'ydim. Voyjon, qanday qoldi deymsiz? Shu yuzim tatib olgan tortishchi hozirgacha yuzi bor. Voy Xudoyim. Va ashta qilib qo'ymish yangi olgansiz. Voy yangi oldin. U bolammichu, maktab ishiga yetib qoldi. Cho'ng o'qibdimsa. Haris bu qitim nimga siz qoldingiz? Hocan, Recep'ni yadımga saldınız, esimga kep qalsa, yegim kep ketdi şu narsani. Voy Xudoyim, voy bu qitim Furaydiganning qutlib yeydigan siz qoldim danga, nimda. Siz dapenjiga amraqmi? Ha, amraq dapenji siz qolsizda. Aş dapenjining taqsiti bor-ku, ko'zimga o'tib ko'rinadigan bir narsa bor. Nima u, lozima? Jijaza. Ay jijaza. Qo'qoning tutchu. Chiqimi yaptimi? Ordek barmoqlari. Voy, qarang sizga. Voy. Voy. Qildi bu yapog'im. Uni biz Uyg'urlar chiymaymiz bu. Shu rahvog'u men bek amroqdana. Mushu qiri qadam xo'razni. Barmoq qislar oldigan bo'lsa, chalib olib shirpagini yelib lan qarang. Urus, yeb ketadigan bo'lsam, fadilni chiqardim dana. Yerini timsohning yo dinozavrning putig'i sezganman. Nim dedingiz? Ha? Ama ismingizni so'rayaptim Aras. Ha, menichu Navriya deb chaqirib kelaverdi. Voy siz Uyg'urmi ya? Ha? Manga apam Maryamgul deb ism qo'yibdi-ki, angsam bek ma'to anglab qoldi. Shuning bilan Navriya deb o'zgartirib ketdi. Voy bu ismimiz chet elliklarnikidek olib qoldik-a. Voy shu chet elliknikidek anglansin deb o'zgartiribdi. Bizde hazır degenin 21. asr. Biz degen muş chet elning hamma nimasini o'rganmasak bo'lmaydi. Biz muş chet ellik Yevropaliklarning qo'ygan ismini, kiygan kiyimini, haydigan mashinasini, oyog'ining pashnasini hammani ko'rmasak, o zaman keyin qolmaymiz. Voy voy bir xil professorlardek so'zlab ketdingiz-ku. Nima o parasporos deganingiz? Voy parasporos emas, professor, dashoning olimi da'vat emas sizni. Hocan, qo'sqimni pompaytib, tursam, meni o'y xotinimniki, qarqosoqniki deb qolgan o'xshaysiz. Men bog'u qarang, men yangi yoziqchini 5 yil o'qigan. Abi sizlar nima kelgan deb? Ha, oyog'ining pashnasi. Ha, to'g'ri. Mushu
muş devirge maslaşkan, maňa okşaş medeni adamlar var o. Muş ballarygymı moda, toz medeni ismlan koydygan bu ketdiň hazır. Oy, undaqda bu qetim bu qosqunuz balığım taz medeni moda isim qo'ya deb sizda. Sezgim başlanğandylço oýlap goýgan. Oy, nim deb qo'ysiz? Eger var o, muş balamyň işkelesi oğulup qalsa var o. Birsiga raketa, birsiga orbita dep qoýýar. Oy, adam bu raketten ya asman uçurgan näsi go? Oy şu asmanda uçsun. Şu asmanda uçup ayga, Marsga çıksın. Kaçançı bizdek ýerde ömelep ýürüýdi. Ha? Raketa, orbita, orbita, raketa. Rast. Eger var o, muş balamyň birsi kız bolup qalsa, şundaq çyraylyk bir ism oýlap goýdumkin. Oy, nim dep qo'ysiz? Antina. Oy, bu antiler ya televizordan biçidik ismi bu. Oy şu sen bosnin bopdu. Çoğun olası var o, oğul Allah'ın közden, o çıkırıp etkerek tasımdek kız var olsun dedim. Anlayın var o, muş sen, Hollywood çolpallarının ısımdaki alnını dikerden ha? Oy, oy, Antina. oy, şimdi ağlam dikkat. Ay, hadi. Eğer çok karan, bu qosqunuz ki balın her şey kız bop qalsyo, birsiga şimişka, şimişka qo'ying ha. Vay, bu şimişka degeningizning gazırlığını hemmeden bildiğin tursa. Ya, çötelçiga yaqin bo'lganda ekan deyman u. Ay, mening balamning heli neyle? Bak qosqunuzki balığı ism oylaştыңlarmı? Ha, o'yildik. Endi ma saqsalamat tug'ilgandan keyin bir narsa ayil deb bekitmadi qaram. Ay, bo'lmasa, menli bir ism tanlab beraychi. Ha, oy, rahmat bo'ldi. Buning uchun dabalning dadisi o'zi tanlaydi. Oy, to'xtab turing, ha. Ma cho'nglarning gepini anglaydigan qarang. Mushu balangizga hammadam anglasa, mush quloqlari portlab ketgidek, jaranglab ketgidek bir ism tanlayli. Topdim. Granat. Ha? Mush xalqaro xabarlarda chiqadigan Zongtongning ismidek oğlumdu. Oy, bo'ldi qiling adamda, adam Oy, sog'lig'anda. to'xtab turing, ha. Bo'lmasa-chu, pulsurat deb qo'yayli. Oy, nimlarni deb yursiz edi? Oy, bo'ldi, avarman dedim bu qiziqma. Oy, men dedim bu buning uchun qarang, mush balning dadisi o'zi qo'ydi. Uning deyishicha qarang, biz cho'qqimish ajdodlarimiz davomlashtirib kelayotgan cho'nqur ma'niga sap Uyg'ur tilida ismni qo'yishimiz kerak ekan. O işte, yoldan eşek tetkende gap qilmang ha. Haqiqatan shu Mamtaxon, Paltaxon, Maymunxon, Qalamxon degan ismlardi. Bu balangizga shundaq bir ism qo'yaylikkin. Bu balangizga qarang, shu Oy, nima bo'ldi? Biringiz og'ritamda? Tolg'oq boshlangan o'xshaydi. Oy, churgan so'qtirmang, yana kirayli. Oy, ostira meni. Oy, xudoyim. Oy, doktor! Raketani qo'yib birdigan vaqt qo'shibdi.